Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Navbatdagi foydali ma'lumotni sizga yetkazishga harakat qilaman. Undan avval esa onlayn kurslarimizda ketayotgan aksiyalar haqida ma'lumot berib o'taman. Foydali ma'lumotlar jamlangan onlayn kurslarimizda katta chegirma e'lon qildik. Modellashtirish onlayn kursimizning asl narxi 800 ming edi, hozirgi narxi 600 ming so'm deb e'lon qilindi. Xuddi shuningdek, boshlang'ich onlayn kursimizda ham chegirma e'lon qilganmiz. Bu kursimizning ham narxi 800 ming edi. Hozirgi narxi aksiya bilan 600 ming so'm deb belgilandi. Kurslarimizni o'ziga xos plyus taraflari bor. Keling ko'rsatib o'taman. Kurslarimiz bir umrlik muddati belgilanmagan, savol-javob qilish imkoniyati bor va darsliklarimiz cheksiz davom etadi. Yangi qo'shilgan darsliklar uchun esa sizdan qo'shimcha mablag' talab qilinmaydi. Kursimizdagi aksiyani muddati 20-iyungacha davom etadi. Ulgurib qoling. Onlayn kurslarimizni sotib olish uchun esa mana bu ekrandagi raqamlar orqali Telegram yoki WhatsAppdan menga murojaat qilishingiz mumkin yoki shu video rolikning ostidagi ssilka bilan men bilan bog'lanishingiz mumkin. Ana endi darsligimizni bemalol boshlashimiz mumkin. Bugun sizlar bilan birgalikda ajoyib yoqani bichilishni o'rganamiz. Bo'yin o'yindimizning kengligiga 8-9 sm o'lchab olamiz va belgi qo'yamiz. O'yindimizni chuqurligini istagancha qilishimiz mumkin. Men 18 sm ni belgiladim. Bu yoqani yumaloq o'yindiga ham, uchburchak o'yindiga ham chiqarish mumkin. Endi mana bu joydan yelka kengligimizni ikkiga bo'lamiz va chok haqi bermasdan belgi qo'yamiz. Yelkamizni qiyaligini ham qiyalatib olishimiz kerak. Bu joyni chizishimizga sabab yoqamizni enini topib olishimiz kerak. Mana bu joyning kengligi 10 sm ga hosil bo'ldi. Bu yelka kengligimiz. Endi bo'yin o'yindimizni mana bu joydan xohlasangiz 2,5-3 sm siljitib olishingiz mumkin, xohlasangiz siljitmasdan ham yoqani hosil qilishingiz mumkin. Bu o'zingizning xohishingizga bog'liq. Yuqorida o'lchab olgan 10 sm kengligimizni mana shunday qilib aylana qilib chizib chiqamiz. Ya'ni yoqamizning enini belgilab olishimiz kerak. Mana bu joyni ham chizib qo'yamiz. Endi qarang. Mana shu joyning kengligini o'lchab chiqamiz. Bizda 24 sm hosil bo'ldi. Shu 24 sm kenglikni o'rtasini topib belgi qo'ydik. Yelkamizni mana bu joydan ham 2 sm ichkariga o'lchab belgi qo'yamiz. Yoqamizga forma berishimiz uchun. Yoqamizni o'rtasiga qo'ygan belgimizdan ham ichkariga 2 sm o'lchab belgi qo'yamiz va yuqoridagi 2 sm bilan yarmon shaklida tutashtiramiz. Endi mana bu joyga ozgina forma berib olishimiz kerak. Pastki tarafini shaklini chiqarish uchun yoqamizni mana bu pastki qismini ham o'rtasini belgilab qo'yamiz. Shu o'rtadan har ikkala tarafga ozginadan yarmon shaklini chizamiz. Ikkinchi tarafga ham xuddi shunday. Mana bu joyda yoqamizga ozgina kengaytirish berdik. Bu kenglik 2 sm ga teng bo'ldi. 2,5-3 sm qilish mumkin. Mana, juda ham chiroyli chiqdi. Qizlar chiqarayotgan yoqamiz ko'ylagimizni faqat oldi tarafiga yelkadagi chokka qo'shib tikiladigan yoqa hisoblanadi. Orqa taraf bilan aylanib o'tmagan. Yoqamizni akkuratna qilib kesib chiqamiz. Xuddi shu yoqamizni pastdan yana bir dona bostirib oldim sizga chiroyli holatda ko'rsatish uchun. Mana yoqamiz tayyor bo'ldi. Mana ochiq holatda shunday formadagi yoqani hosil qildik. Bu yoqamizni ko'ylaklarimizga, koftalarimizga qo'llab tikishimiz mumkin. Razmerini esa agar yoshroq qizchalarga tikayotgan bo'lsak, o'zlarini bo'yin aylanalariga moslab qilishimiz mumkin.
Keling endi yoqamizni tikilish jarayonini birgalikda kuzatamiz. Eng avval dazmollangan materialimizga tayyorlab olgan andazamizni yopishtirib olishimiz kerak. Men bu andazani flizelindan yopishtirdim, shuning uchun osongina hosil bo'ldi. Agar siz boshqa qog'ozdan tayyorlagan bo'lsangiz, albatta flizelinga ko'chirib olishingiz kerak. Har ikkala yoqamizni chekkasini akkuratni qilib kesib chiqdik. Mana bu yoqamizni tayyor holati, kesilgandan keyingi holati. Endi mana shu har bir yoqamiz uchun esa astarlik kesib olishimiz kerak. Yoqamizni ustki va ostki qismlarini birlashtirib tikishda qiynalmaslik uchun bulavkalar bilan qotirib chiqishimiz kerak. Ikkinchi taraf yoqamiz uchun astarlik bitishda esa avval mana shunday qilib igolkalar bilan qotirib oldim, keyin kesdim. Har ikkala variantda ham qulay kesiladi. Materialingiz agar bo'shroq bo'lsa, mana shunday qilib ikkinchi variantdan foydalanishingiz tavsiya qilinadi. Keling endi tayyor kesilgan yoqalarimizni chekkasiga ishlov beramiz. Mashina yordamida maydaroq chok bilan yoqamizni chekkasidan 2-3 mm kenglikda chok berib chiqamiz. Diqqat bilan mashinaga e'tibor bering. Mana bu burchakka yetganda igolkani sanchib, lapkani o'zini ko'tarib, chiroyli o'tkir qirrali burchak hosil qilib tikishimiz kerak. Yoqamizning yakunida ham xuddi shunday, mana bu joyda ignani sanchdim, lapkani ko'tardim va tikishda davom etdim. Yoqamizning ikkinchi tarafini tikishni boshlaymiz. Qizlar, yoqamizni aylanalarini chiqarishda e'tibor bering. Lapkani ko'tarib ozgina biroz yoqamizni aylantiramiz va yana tikishda davom etamiz. Mana shunday holatda tiksangiz, yoqangizni kuruk bo'lgan joylari, ya'ni pol kuruk bo'lgan joylari, aylana bo'lgan joylari juda ham chiroyli shaklda chiqadi. Lapkani ko'tarmasdan aylana hosil qilsangiz, u darajada chiroyli chiqmasligi mumkin. Mana ignani sanchdim burchak hosil qilishda, lapkani o'zini ko'tardim va burchak hosil qilib tikdim. Mana bu joydagi burchaklarda ham xuddi shu variantdan foydalanamiz. Yoqamizning burchaklari va aylanalari qanchalik chiroyli chiqsa, yoqamiz shunchalik chiroyli hosil bo'ladi. Qotirib olgan igolkalarimizdan tozalab olamiz. Ana endi yoqamizni mana bu burchak bo'lgan joylarini va aylana bo'lgan joylarini chokimizni kesib qo'ymasdan ehtiyot bo'lib kesib chiqishimiz kerak. Yoqamizni mana bu oshiqcha joylarini ham kesib tashlashimiz kerak. Chunki yoqamizni to'ntarganimizda mana shu joylari qo'pol bo'lib ko'rinib qolishi mumkin. Aylana bo'lgan joylarni kesishda iloji boricha oraliq masofasini maydaroq qilib, yaqinroq qilib kesishingiz kerak. Agar katta qilib qo'ysangiz, mana shu joylarda burchak hosil bo'lib qoladi to'ntarganingizda. Keling endi yoqamizni to'ntarib,
qanday hosil bo'lganini ko'rib chiqamiz. Yoqamiz mana bu burchaklarni chiqarishda igolkadan foydalanishimiz mumkin. Yoqamizni qanchalik chiroyli tiksak ham, agar dazmollashda noto'g'ri dazmollasak, o'xshamay qolishi mumkin. Dazmollashda yoqamizni chokini yaxshilab turtib, oxirigacha taqalib chiqishini ta'minlab berishimiz kerak. Ya'ni chiqargan har bitta shaklimiz o'zini ko'rsatishi kerak. Masalan, yarim oy qilgan joylarimiz chiroyli yarim oy, burchak hosil qilgan joylarimiz chiroyli burchak bo'lishi kerak. Choklarimiz ichkariga skladka bo'lib taxlanib qolish kerak emas. Mana yoqamizni dazmol qilib tayyorlab oldik. Mana bu tayyor holati. Keling endi kiyimda qanday ko'rinishini ko'rib chiqamiz. Mana bu ko'ylagimni oldiga shunchaki qo'yib ko'rsatdim. Tikishda yelkadagi choklarga qo'shib, ichkari tarafini esa aptachka bilan yopib tikishimiz mumkin. Bu roligimizda yoqamizni ko'ylakka qanday o'rnatish texnologiyasini ko'rsatmadim. Agar sizga bu jarayon qiziq bo'lsa, mana bu joydagi video roligimizdan foydalanishingiz mumkin. Bu yoqani nafaqat bu shaklda, balki boshqacharoq chiroyliroq naqshli shakllardan ham foydalanib chiroyli qilib bezatishingiz mumkin. Bundan tashqari yoqani chekkasini kurjavalar bilan yoki chiroyli toshlar bilan ham bezatishingiz mumkin. O'ylaymanki, bugungi video roligimiz ham siz uchun foydali bo'ldi. Kelasi video roliklarda ko'rishgungacha siz bilan xayrlashaman. Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling, kanalimizdan uzoqlashmang. Chiroyli fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizni kuzatishda davom eting.